Xotin-qizlarga 5 ta asosiy ijtimoiy yordam. Bugun xotin-qizlarga beriladigan 5 ta asosiy ijtimoiy yordam haqida gaplashamiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 462-sonli qaroriga asosan 30 yoshdan oshgan kambag'al oilalar reyestriga kiruvchi va ayollar daftarida turuvchi xotin-qizlarga quyidagi ijtimoiy yordamlar berilishi mumkin. Uy-joylarni ta'minlash uchun bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravarigacha, ya'ni 20 million 600 ming so'mgacha bo'lgan miqdorda moddiy yordam pullari berish mumkin. Jarrohlik amaliyoti yoki jarrohlik amaliyotsiz davolanishlari uchun bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravarigacha, ya'ni 20 million 600 ming so'mgacha bo'lgan miqdorda ijtimoiy yordam berilishi mumkin. Bir martalik bazaviy hisoblash miqdorining 4 baravarigacha, ya'ni 1 million 648 ming so'mgacha bo'lgan miqdorda moddiy yordam pullari berilishi mumkin. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olganda kontrakt summasining 50%, biroq bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravardan oshmagan qismi, ya'ni 20 million 600 ming so'mgacha kontrakt pullari to'lab berish mumkin. Uy-joyda ijara shartnomasi asosida ijarada yashasa, ijara to'lovlarining 50%, biroq bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravardan oshmagan qismi, ya'ni 824 ming so'mgacha bo'lgan qismi qoplab berilishi mumkin. Mazkur videoni tanish do'stlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.